Mini olgani o'zi bir qop tunuka, osilgani qora jentira. Ey, bu mashinalar bilan tenglashtirmaylar tunukani. Buni boshidan o'tgan, buni boshiga kelgan sinovlarda, musibatlarga u tunukalaring bardosh bera olmaydi. Kecha chiqqan xo'roz bu tunukalaring. O'shuning uchun hech qachon bu mashinaga o'zlarini tunukalarini tenglashtirmaylar. Bu mashinalar ancha ish ko'rsatgan, ancha yo'llardan, mashaqqatlardan, sinovlardan o'tib sinalib kelayotgan mashinalar. Bundan keyin ham Xudo xohlasa bu mashinalar legenda bo'lib qoladi. Baquvvatligi bo'yicha, nadyoshlikligi bo'yicha to'g'ri, biroz alkash bo'lishi mumkin, lekin o'shanisi bilan qizig'ida cho'ntagingiz ko'tarsa minasida. Qarang, 2023 to'rtta yangi yumshoq ballonlar, Amerikan Koptera, pult, shumka, tonirovka rasheniya, ABS lyuk, diskalari, hamma narsasi boridan kelib qoldi. Salon holatlarini ko'ring, tayyor qilib mashinaga salafonlar kiydirib, yangidek qilib qo'yishgan. Mashinaga injektor propellarni ham ustanovka qilib qo'yishgan ekan. Yurgan kilometri 80 ming atrofida yurgan ekan. Narxini ham chiroyli qilib qo'ydim, Xudo xolasa. 13.200 $ga kelishib qo'ydim. Egalar raqamlari pastda, bemalol telefon qilib baraka qilishlari mumkin. Bu videoda kecha chiqqan tunukachi jo'ja xo'rozlarga jo'natib qo'yasizlar.